Qo'qonlik diplomat qatl etilgani sabab Saudiya Arabistoni qiroli Sovet ittifoqi bilan diplomatik aloqalarni 50 yilga uzgan. Sovet davrida O'rta Osiyo vakillari yuqori darajadagi lavozimlarga kam tayinlangan. Tayinlanganlar esa ko'pincha markazdan uzoq hududlarda faoliyat yuritgan. Shunday shaxslardan biri Nazir To'rakulov edi. Nazir To'rakulov 1892-yilda Qo'qon shahrida savdogar oilasida tug'ilgan. U dastlab Jadid maktabida ta'lim olib, arab va fors tillarini o'rgangan. Keyin Rus tuzem maktabida rus tilini egallagan. So'ng Qo'qon tijorat maktabida, keyinchalik esa Moskva savdo institutida tahsil olgan. 1916-yilda imperator Nikolay II farmoni bilan mardikorlikka olinib, Belorussiyaga yuboriladi. U yerda instruktor sifatida ishlaydi va inqilobiy kayfiyatdagi yoshlarni birlashtirgan yashirin tashkilot tuzadi. 1917-yildagi fevral inqilobidan so'ng u Turkistonga qaytadi va Sovet tuzilmasida faol ishlay boshlaydi. Turli lavozimlarda ishlab, ta'lim, matbuot va siyosiy tizimda muhim rol o'ynaydi. U Inqilob jurnali hamda bir qator gazetalarni tashkil etishda faol qatnashgan. 1920-1922 yillarda yuqori davlat lavozimlarida ishlagan. Keyinchalik Moskvaga chaqirilib, ilmiy va nashriyot sohasida faoliyat yuritadi. U lingvist sifatida ham tanilgan bo'lib, ko'plab tillarni bilgan va ilmiy ishlar qilgan. Nazir To'rakulov diniy e'tiqodidan voz kechmagan kam sonli sovet amaldorlaridan biri edi. U Qurbon hayitini dam olish kuni sifatida belgilash tashabbusini ham ilgari surgan. 1927-yilda Yosif Stalin qarori bilan u Sovet ittifoqining Saudiya Arabistonidagi elchisi etib tayinlanadi. U yerda qisqa vaqt ichida katta obro' qozonadi va qirollik oilasi bilan yaqin aloqalar o'rnatadi. Bundan tashqari To'rakulov nafaqat qirollik oilasida, balki Saudiyada ishlayotgan boshqa elchixonalar xodimlari orasida ham yaxshi obro'ga ega bo'ladi. 1930-yil 16-aprel kuni Nazir To'rakulov Tashqi ishlar xalq komissari Maksim Litvinovga yozgan xatida Saudiyada unga alohida hurmat ko'rsatilayotganini aytadi. U shunday yozadi: Inglizlar bilan Yaqin Sharqdagi tarixiy raqobatimiz bizning foydamizga hal bo'ldi. Saudiya Arabistoni qiroli tomonidan o'tkazilayotgan rasmiy tadbirlarda men Sovet elchisi sifatida safning eng old qatoridan joy olyapman. Ingliz elchisi Riyan 2, Fransiya elchisi Megre 3, Iron elchisi Aynol Molk 4 bo'lib joylashishyapti. Nazir To'rakulovning sa'y-harakatlari bilan 1932-yil may oyida Faysal ibn Abdulaziz al-Saud Sovet ittifoqiga 2 kunlik tashrif bilan keladi. Uning sa'y-harakatlari natijasida ikki davlat o'rtasida savdo aloqalari rivojlanadi. Ammo 1936-yilda Nazir To'rakulov Moskvaga chaqirib olinadi. Oradan ko'p o'tmay 1937-yilda hibsga olinib, xalq dushmani sifatida ayblanadi va otib tashlanadi. Bu voqea Saudiya qiroli Abdulaziz al-Saudni keskin norozilikka olib keladi. U Sovet elchilarini qabul qilishdan bosh tortadi. 1938-yilda Jiddadagi Sovet elchixonasi yopiladi. Shundan keyin Saudiya Arabistoni uzoq yillar davomida Sovet ittifoqi bilan diplomatik aloqalarni tiklashdan bosh tortadi. Faqat 1990-yilda Mikhail Gorbachov davrida diniy erkinliklar e'lon qilingach, ikki davlat o'rtasida diplomatik munosabatlar qayta tiklanadi. 1958-yilda Nazir To'rakulov rasman oqlanadi. Uning qabri esa Moskvadagi Kommunarka qabristonidan topiladi.